Assalomu alaykum, hurmatli Meblixtime obunachilari, bizni kuzatuvchilarimiz, ashaddiy muxlislarimiz. Mana boshlagan tahmonimizni joyiga ustanlikda jarayonini tugatdik. 2 kun deganda xudoolasa mana shu ko'rinishda chiqdi. Materialimiz rossiyskiy LDSP Kashmir nomida bo'lgan. Shunaqangi hozir qadoqli bo'lyapti. Xo'p, ko'rib turganimizdek mana o'ng tomonimizga огромный kattagina shkaflar bo'lgan, 2 qator videoda ko'rinib turgan bo'lsa, o'rtasiga ustunga qo'yilgan polkaplar. Hop, o'rtamizga chiroyli qilib polkalarni berganmiz. Ko'rishinglarni bemalol. Keyin ikkita tortma tushirib qo'ydik. Ehtiyojga qarab mayda-chuyda kiyimlar uchun. Bu tomonimizdan xuddi shunday Bakın ko'rinishda ikkita tomoni. Tegan vishilka, tepgan vishilka bemalol ancha-muncha ustuvostida joylab olsa bo'ladi. Hurmatli podpischilarimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz, ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Kimda shunaqangi joylar bo'lsa, bemalol Meblixtime'ga obuna bo'lib, pastda yozilgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammaga omad. Podpiska qilishda to'xtamanglar, biz xizmat qilishdan charchamaymiz. Olmaz hammaga.